4 sotuq 2 qavatli uchastik sotiladi. Manzarani qarang, ro'parimizga katta bog'. Bu azizlar Saxir politsiyani orqasiga ekskavatorni azizlar mana bu uchastkamiz 2 qavatli, qurilishi tugallanmagan azizlar. Ikkinchi qavatimizga 4 ta yashash xonasi bor. Sanuzil, katta hol va terrasa. Topli pollari ham qilingan. Birinchi qavatimizga ham, ikkinchi qavatimizga ham topli pollar bajargan ishlari. Xo'p, 4 sotuq maydonga ega uchastkamiz. Mana bu hovlichasi, shamol aylantiron va kotelni qilingan. Pastimizga lestnitsasi juda chiroyli bo'ladi. Mana bu yerga hol, qandil qo'yadigan joy azizlar, 2 qavatli. Ikkinchi qavati ham plita, yopilgan plita bilan osti podval azizlar. Xo'p, birinchi qavatimizga 2 ta zal, katta zal, kichik zal, oshxona, sanuzil va spalni. Mana bu darvozaxonamiz, ayvon. Ikkinchi qavatimizga katta zal va kichik eshik azizlar. Fasadimiz juda ham chiroyli, professional proyektirovщикlar chizilgan proyektni azizlar. Obeddan keyin syomka qilyapmiz. Oftob, quyosh orqaga botyapti azizlar. Ya'ni soyali joy va 3 ta kolodez hozir qilinmoqda. Har biri 5 metrgacha chuqurligi. Xo'p, 4 sotuq yer maydoniga ega. To'g'ridan-to'g'ri egasini raqamlarini qo'yamiz. To'g'ridan-to'g'ri telefon qilinglar, savdo qilinglar, qolgan ma'lumotlarni so'ranglar. Sehat dushuvasha, mulk.